Yunusobodda qonunbuzar shaxsning harakatlariga chek qo'yildi. Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi nazorat tadbirlari davomida Yunusobod tumanidagi ko'p qavatli uylarning birida qonunbuzarlik holati aniqlandi. Jumladan 4-dahada joylashgan ko'p qavatli turar joy yerto'lasida huquqbuzar tomonidan o'zboshimchalik bilan qonun buzilgan. Ya'ni beton to'siq buzilib, 2 nuqtadan eshik ochilgan. Bu harakat nafaqat binoga zarar yetkazadi, balki uning konstruktiv barqarorligiga tahdid soladi. Yunusobod tumani 4-daha 1-sonli ko'p xonadonli uyning poydevori, ya'ni yerto'la qismiga kirish qismi o'sha o'zboshimchalik bilan mulkdor tomonidan beton qismi o'yilib, eshik ochilganligi aniqlandi. Inspeksiya xodimlari tomonidan huquqbuzar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 159-moddasining tegishli bandlariga asosan jarima choralari qo'llanildi. Shu bilan birga sodir etilgan harakatni o'z holatiga qaytarish bo'yicha inspeksiya xodimlari tomonidan bajarilishi shart bo'lgan muddatli yozma ko'rsatmalar berildi. Agarda ushbu qonunbuzarlik belgilangan muddatda o'z holatiga qaytarilmasa, to'plangan hujjatlar huquq-tartibot organlariga yuboriladi hamda qonunbuzarlik holati majburiy tartibda bartaraf etiladi. Biz bilmagan edik. Shunga endi qonun qoidasi bilan aniq qilib, xudo xolasa bartaraf qilib joy-joyiga qo'yib qo'yamiz. Eslatib o'tamiz, 2025-yil 25-mart kuni imzolangan qonunchilikka ko'ra, endi mazkur harakatlarni sodir etsangiz, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobar miqdorda, mansabdor shaxslarga esa 100 barobar miqdorda jarimaga sabab bo'ladi. Agarda ma'muriy javobgarlikdan so'ng ham bu harakatlar yana sodir etilsa, ushbu harakatlaringiz endi jinoiy javobgarlikka olib keladi.